Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz, sog'misizlar, salomatmisizlar? Uzoq yaqinda yurgan aka-ukalar, hammalaring tinchliklar. Aka-ukalar, sizlarga yana bir fayzli xonadonimizga juda ham chiroyli, oddiy, skromniy darvozamizni kelib o'rnatdik. Darvozamiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Videomiz oxirigacha ko'rsalaring. Nech puldan keldi, nech pulga tushdi, hammasini video davomida aytib o'taman. Darvozamizni ko'rishlaring mumkin. Darvozamiz qalin, ikkilik listdan bo'ldi. Juda ham chiroyli, qalin. Shvel nimalari esa asosiy stoyka qismlari 8 ga 8 profildan bo'ldi. Avtomobil kirib o'tadigan joylari esa shvellardan 8 lik qalin shvellardan qo'yildi. Darvozamiz oddiy pasonda bo'lib, juda ham chiroyli. Xonadonimizga juda ham ko'rk berib, yarashib turibdi. Aziz yurtdoshlar, zamoklari esa zubur zamok. Shu original zamok qo'yilgan. Zamoklari ham 5 yil garantiya beriladi. 5 yil ichida bu narsa bo'lsa, zamoklarimiz buzilib qolsa, kraskamiz to'kilib ketadigan bo'lsa, yoqmasa, quyoshda oqarib, sarg'ayib, shunga o'xshagan bir muammo tug'iladigan bo'lsa, 5 yilgacha darvozalarimizga garantiya beramiz, kafolat beramiz. 5 yil ichida kelib o'zimiz chiroyli qilib qaytadan to'g'rilab ketamiz. Aziz yurtdoshlar, kraskasiga kelsak, kraskasi 2 sloy gruntovka berilgan. Gruntovkadan keyin 3 sloy kraska, 3 sloy lak berilgan. Darvozamizni ko'rishlari mumkin. Matvi lakdan qimmat shu avtomobilni kraskadan sepilgan matvi lak. Yaqindan ko'rishlari mumkin. Mana shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik yaqindan ko'rsatmaydi. Mana ko'rsalaring shunaqa yorilib chiqqan. Kraskasi ham, laki ham juda ham chiroyli. Obunachilarimiz so'rashyapti, darvozamiz orqa taraflari qanaqa bo'ladi deb. Ko'rishlaring mumkin. Darvozani ham, orqa taraflarini ham ko'rsataman. Darvozamiz 3 tabaqali bo'ldi. Darvozamiz orqa taraflari aziz yurtdoshlar xuddi shunday holatda bo'ldi. Darvozamizga shunisiga ham e'tibor beringlar. Davchik mexanizmi qo'yilgan. Darvozamiz o'zi uyda egalari kelib ochib, bemalol yopib qo'yishlari shart emas. Juda ham chiroyli, o'zi tortib oladi. Avtomobillarga o'xshab davchik narsalar qo'yilgan. Darvozamizni ko'rsalarini aytib o'tdim. 3 tabaqali, och yopilishlarini ham sizlarga bir ko'rsataman. Darvozamiz shunday holatda och yopiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi tabaqasi bu yoqqa ochilsa, ikkinchi tabaqasi bu yoqqa ochiladi. Mana ochilgan holati. Darvozamizda ochilgan holati. Hozir sizlarga 3-tabaqasini ham ochib ko'rsatib beraman. Ko'rishlaringiz mumkin, bunaqa zator qo'yilgan. O'rtasiga ham tepaga ko'tarib qo'yasizlar. Xudo xolasa kattaroq mashina, kattaroq narsa olib kirmoqchi bo'lsalar, 3-tabaqasi ham darvozamiz juda ham chiroyli bo'lib katta ochiladi. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Uruin atveslari juda ham joy-joyga kelingan. Qayerga borib to'xtatsangiz, xuddi o'sha joyda qimirlamasdan turadi, ochilib yoki yopilib ketib qolmaydi. Keyin esa mana shunday qilib orqa taraflarini bunisini yopasizlar. Xudo xolasa keyin birinchi tabaqasini yopgandan keyin ikkinchisini ham shunday yopiladi. Uchinchisi bunday bo'lgandan keyin darvozamiz orqa tarafidan ko'rinishi, orqa taraflari xuddi shunday bo'ladi. Darvozamiz shunday bu yoqdan shu yergacha kelganda darvoza to'xtaydi. Keyin o'zi ozginadan keyin sekin o'zi davchik mexanizmimiz tortib oladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunaqa ortiqcha shovqin chiqarmaydi, chiroyli qilib. Mana darvozamizni shanner qismlari esa oshiq-moshiqlari ham juda ham chiroyli, pachimlikli oshiq-moshiqdan qo'yilgan. Ko'pchilik savol beryapti, pachimligini yog'lab qo'yaylikmi deb. Aziz do'stlar, xuddi bundaqa uyda shpres bo'lsa, bundaqa joyida teshigi bor. Bunaqa joyida bunday qilib yog'lasalaring
1 yilda bir marta, 2 yilda bir marta yog'lab qo'ysalaring juda ham chiroyli bo'ladi. Darvozamizning narxiga keladigan bo'lsak, qalin 2 lik lista bo'ldi, aytib o'tganimdek, aziz yurtdoshlar. 8 ga 8 profillari esa 1.7 lik stenada, 6 ga 4 profillari ham 1.7 lik stenada bo'ldi. Darvozamiz 2 lik listdan tayyor bo'ldi. Darvozamiz 3.40 ga 380 darvoza bo'ldi. Shu turishi aziz yurtdoshlar 8 million 900 mingga kelib o'rnatildi. Darvozamiz har bir 1 metr kvadrati 750 ming so'mdan yasab o'rnatib berildi. Aziz yurtdoshlar, videomizni oxirigacha ko'rsalaring. Hamma ma'lumotlarni berib o'tdim. Ekranimiz tagiga telefon nomerlarimizni qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. O'zbekistonda qayer shahar, qishloq, chekka joylardan ham bemalol telefon qilishlari mumkin. Darvozamizni shunaqa sifatli, chiroyli qilib olib borib o'rnatib, ustanovkalarni ham joy-joyida qilib, egalarini rozi qilib kelamiz. Aziz yurtdoshlar, telefon bemalol kim shunday darvoza qo'ydirmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yuzlaringda hech qachon tabassum tark etmasin.